Qaranglar, mana qalami. Bolalar maydonchasi. Bolalar maydonchasi Toshkent shahrida ana pullilar eng kirish nechi pul? Eng arzoni 20 ming, 30 ming. Bu yerda teka mana qarang. Mana oddiy kachelilar emas mana. Normalniy qilingan. Mana. Mana eng qizig'ini aytaman, bitta basketbolni anaqa ham bor. Bitta kachelilar. Mana qaranglar. Bitta mana qaranglar, zipline qilib qo'yilgan. Kichkina bo'lsa ham zipline qilib qo'yilgan. Bunda chiqishadi, tushadi. Shunaqa imkoniyatlarda tekinga foydalanadigan joy bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Shundoq. Shuni to'g'risida mana shu 4 ta uy qurganmiz. Shundan ikkitasi sotilgan, bir ikki, mana bu ikkitasi bor. Uyga to'liq bitmagan. Mana hozir ichidan planirovkasi, remontlarini bitta ko'rsatamiz. Bet, mana Toshkent xalq aylanma yo'li kattasi. Bu yog'i 60 metrli ko'cha. Mana bitta futbol maydonchasi ham bor. Hammasi yangi asfalt qilingan, sog'lomlashtirish yo'laklari. Darvozalarimiz ko'tarilib tushiriladigan darvoza. Kalitkadan uyga kiramiz. Kirganimizda bitta mashina qo'yish uchun yetarlicha joyimiz bor. Zeleniy zonamiz bor. Ko'chadan podvalga tushish. Endi uy ichidan ko'rsataman. Kirishimiz bilan mebellar ham qo'yib beriladi. Bu yerda o'tirish uchun bitta hol. Bu tarafda oshxona, mebellar qilib qo'yilgan. Pardalar, lyustralar hammasi noodatiy usulda qilingan. Bu yerda kirganimizda bitta mehmonxona, mebellar ham qilingan. Hozir sveti hali yonmagan, lyustralarni ko'ryapsizlar. Bu yerda bitta sanuzel umumiy birinchi etaj uchun mana oyoqlarni tahorat qilishga ham juda ham qulay qilib qilingan. Keyingisi kattalar uchun yotoqxona. Buni o'zining ichida sanuzeli bor, dush uy kabinalari bilan cho'tka qilib qilingan. Bu yerda orqa hovliga chiqsa bo'ladi, havo aylanish, yorug' tushish uchun qilib qo'yilgan. Endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etaj chiqishimiz bilan chap qo'ldan boshlaymiz. Bitta ofis qilsangiz ham bo'ladi, yana yotoqxona ko'proq kerak bo'lsa, ofis yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi. Bitta balkon, shunday ko'cha o'zi ko'rinib turadi. Havo yaxshilanadi, toza havo. Bolalaringiz ham chiqib bemalol plashatkada o'ynasa bo'ladi. Keyingi xonamiz. Bu bitta yotoqxona, detskiy yotoqxona bo'ladi. O'rtada umumiy sanuzel, vannaligi. Bu o'ng tarafda yana bitta detskiy xona. Bittasi o'g'il bolalarga bo'lsa, bittasi qiz bolalarga. Zinadan chiqqanimizda chap tarafda bu yerda shkaflar qilingan. Bu yerda yana bitta shkaflari. Bu yerda родительский spalni. Buni ham o'zining ichida sanuzellar bor. Mana dushovoy qilib, bu yerda tualet, rakvina. Eng qiziq joyi bu uyimizda terasa qismi ham bor. Hozir terasa qismini ham ko'rsataman. Shunaqa keng terasa qismi ham bor. Bu yerda o'tirsa, mana bu yerda sanuzel ham qilingan, bemalol barbekyu zona shunaqa qilsa bo'ladi. Mana bu yerdan shahar shunda kaftdek ko'rinib turadi. Ko'rasizlar? Mana bitta shahar ob-havosini buzishyapti. Mana. Tutun nimadan chiqayotganini bilsanglar bo'ladi. Uyimizning podval qismi ham bor. Hozir uni ham ko'rsataman. Podvalga shunda hovli oldidan ham kirsa bo'ladi, ko'chadan ham kirsa bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsataman. Podvalga tushishimiz bilan shunaqa keng maydon qilingan. Bu tarafda kotelniy xonamiz, холодный komnata. Kotellari ham hammasi sifatli narsalardan yig'ilgan. Bu yerda misol uchun shkaf qilib, bankalarni taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu mana xohlasanglar ishxona, xohlasanglar namozxona, xohlasanglar bolalar uchun o'yingoh qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Podvalimizni ko'chadan kiradigan eshigi. Uyimiz shunaqa holatda. Hozir mana bitta zeleniy zonalar qilib beriladi.
Uy fasadi mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli qilib qilingan. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Shu uyni nechi pul bo'lsa olgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib keting. Telefon nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammaga rahmat.